Assalomu alaykum qarindoshlar. Pythondan asosiy yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 12-chi qismlik dars. Biz bu qismlik darsda hozircha o'rgangan barliq sonliq ma'lumot tiplarini bir xil xulosalab o'tish shaklida so'zlaymiz. Andan keyin hozircha bizga kerakli bo'lgan, ya'ni dastlabki asosdagi barliq sonliq ma'lumot tipini o'rganib bo'ldik. Uni men bir xulosalab etsam, birinchidan sonlar, Pythondagi son. Pythonda 3 xil son var. Ularni nima deydi desanglar? Bütün son, kesir son ve murakkab son. Bütün sonni int deydi. Integer, English integer'ning qisqartmasi int. Kesir sonni float deydi. Ondan keyin murakkab son, ya'ni complex sonmi deydi. Complex. Buni masalan yozsak, bir ism bersak, bu o'zgargichiga bu tang x tang 1 degani qanday? Bu bütün son bu. Çünkü bütün sonni bilasizlar-ku. Y tang 218 348 deb chekitmani kesir son deymiz. Ondan keyin complex endi ma y ba yoki j deb o'qsak ham bo'ladi endi. Bu j ning qiymati -1, lekin bu yerda cho'qim buning formati shunday shaklda yozish kerak. Complex son bu. Ya'ni x qo'shilgan y j shaklda yoziladi odatda. Bu Python'dagi sonlar. Endi ikkinchisi harf tizmisi deb oldim buni. Chunki ham harf bilan ham tekstni o'z ichiga oldim. Buni string deydi. String. Endi Python nisbatan buni str deb ham oladi. Bu Python'dagi string yoki string deb olsakmi? Taq yoki yekki naql belgisi, mana bu yekki naql belgisi, yoki qo'sh naql belgisi. Qo'sh naql belgisini bilan o'z ichiga oldi. Qimmat o'xshash. Masalan, hello deganda, masalan, bir string qurib, taq naql belgisining ichiga olsanglar bo'ldi, qo'sh naql belgisining ichiga olsanglar bo'laveradi. O'zgarmaydi. Lekin cho'qim elish kerak. Bu string, Python'dagi string. Anda nima degandoq? List degandoq. Bu list degan mush program jarayonida o'zgarishi mumkin bo'lgan sonliq ma'lumot gruppasiga vakillik qildi. O'zgarishi mumkin bo'lgan degan gap append degan funksiya orqali qanday qilamiz? Buning yana qimmat qo'shsak bo'ladi. Qimmat qilib o'zgaradi. Shuni o'zgarish mumkin bo'lgan deymiz. Diqqat qilgan nuqta nima degan chaqda, masalan, ma Pythonda 3 xil element bo'lsa, buning index deymiz. Index 0 dan boshlanadi. Ma birinchi elementni biz 0-index deymiz. Ikkinchi element uchun birinchi index. Hamma program tillarida o'xshash. Sim, ya'ni string shaklda yozamiz, son shaklda yozamiz, aralashtirib yozsak ham bo'laveradi. Bu list. Listning alohidaligi o'zgaradi. Kingsam'da dictionary, ya'ni lug'at deb olamiz bu Python'dagi. Oldin qism qarsanglar, bu listni qanday? Mana bu square bracket, mana bu kvadrat tirnoq, cho'ng tirnoq. Yo'q, bu cho'ng tirnoq emas. Buni scope demdik. Shuning ichiga olamiz. Demak, tirnoq bilan ham farqlantiramiz. Andan lug'at, ya'ni dictionary deb olsak ham bo'ldi. Bu nima deganda? Ochqich va qimmat jupi, ya'ni English key value deymiz. Ikki narsa bir jup bo'lg'achqa, shu jupga vakillik qildi. Bu shu lug'atga o'xshaydi, ma'lum bir narsa berildi va uning sharisi berildi. Masalan, my car, mening mashinam desanglar, buningki brand markasi nima? Ford. Buni osmchilik orqali farqlantiramiz. Mavu key, mavu value. Bu dictionary qurgan chaqda cho'ng tirnoq bilan, ya'ni yalang tirnoq deb bo'ldi uyg'urchada. Curly braces deb bu. Bilan quramiz. Ondan keyin osmchilik bilan ikki ochqich va qimmat birligini qo'yamiz. Endi ma diqqat qilgan nuqta ma key, ya'ni birinchisi cho'qim alohida bo'lish kerak. Duplicate, ya'ni takror qilish qilmaydi. Mama brand bo'lsa bo'lmaydi. Unda nima deganda tuple. Tuple degan nima deganda list o'xshab ketadi, lekin bu list, bu tuple degan nima? O'zgarmaydigan program jarayonida o'zgarmaydigan sonliq ma'lumotlar gruppasi. Buni tirnoq bilan ochamiz. Mavargiz o'zgarmaydi, keyin qotqolinmaydi. Muqim degan gap. Muqim. Undan boshqa nima degandoq desanglar, shu har bir sonliq ma'lumot tipining qanday xosligini, qanday dir degan funksiya degandoq, undan keyin uzulligi, qo'shash degandek har xil narsalarni degandoq, ham buningdan keyin kelarki qismliq darslardan boshlab biz
Əməllərini qoşaş elish, ko'paytirish degandek shularni o'rganamiz Pythondagi. Bu eng tarjima